Pullar narxi keskin ko'tarilishiga va keskin tushishiga nima ta'sir qiladi? Asosiy omillardan bittasi bu Benjamin Franklin. Ha, sizlar to'g'ri tushundinglar. Bu barchamiz sevgan dollar. Ya'ni bozorda dollar kursi qancha yuqori bo'lsa, tillarning kursi shuncha pasayadi. Aksincha, dollar kursi pasaysa, tillarning kursi yuqori bo'ladi. Ikkinchisi, markaziy banklar. Ya'ni banklar o'z oltin zaxiralarini qanchalik ko'paytirsa, bu bozorda taklifga nisbatan talab oshirib, tillarning narxini keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Urush, krizis, beqarorlik bu omillar tillarning narxini juda ham tez ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Tillar narxi keskin ko'tarilishiga asosiy sabab bu inflyatsiya hisoblanadi. Inflyatsiya bu pulli qadrsizlanishi. Bir kunda inflyatsiya sababli butun yig'gan mablag'ingiz shamolga uchib ketishi mumkin. Lekin tilla bu yo'qotib bo'lmaydigan aktiv hisoblanadi. Agar har kungi narxlardan xabardor bo'lib turaman desanglar, bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.